Tushda fen yoki soch quritgich ko'rishning ta'birlari. Fen odatda sochlarni quritish va tartibga solish uchun ishlatiladi. Tushda fen ko'rish hayotingizda yangilanish yoki o'zgarishlar ro'y berayotganini bildirishi mumkin. Siz eski odatlardan voz kechib, yangi bosqichga o'tish arafasidasiz. Agar tushda fen bilan sochlaringizni quritayotgan bo'lsangiz, bu sizning tashqi ko'rinishingiz va atrofdagilar oldida qanday ko'rinishingiz haqida o'ylayotganingizni anglatishi mumkin. Balki hayotingizda o'zingizni yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Issiq havo yordamida sochlarni quritish yomon namlikni yo'qotish degani. Shu ma'noda tushda fen ko'rish hayotingizdagi muammolar yoki stressli vaziyatlardan xalos bo'lishga harakat qilayotganingizni bildirishi mumkin. Agar tushda fen ishlatayotgan bo'lsangiz va u juda tez ishlayotgan bo'lsa, bu hayotingizda biror narsani tezroq qilishga intilayotganingizni bildiradi. Siz shoshqaloqlik qilayotgan bo'lishingiz yoki muhim qarorlarni tezda qabul qilishga majbur bo'lishingiz mumkin. Agar tushda fen juda kuchli shamol chiqarayotgan bo'lsa, bu sizning ichki energiyangiz va hissiyotlaringizni ifodalashi mumkin. Balki siz hozirda o'z his-tuyg'ularingizni boshqarishga harakat qilyapsiz yoki kimdir sizga bosim o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.